أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا رب العالمين. Bugün kelgan dersimiz olsa Al-Allama Mulla Ciyun rahimahullah yazgan Nurul Anvar namlıq bu kitabımızın Taksimul Adai vel Qada ve Enva'ihima ve enva'uhuma degan mushu babga keldik, bu şekilde. Yani biz bunun burunqi darsda emirning mujibi ada ve qada deb ikki xil bo'lganligini bildik. Agar bir odam narsani dal vaqtida shariat buyurilgandek ada qilsa, ada bo'lganligini. Agar bir narsani vaqtida o'tkazib o'tib, shuni o'qishini ada qilsa, bunun bo'lganligi qada bo'lganligini so'zlab o'tgan edik. Endi uni kelidin adaniki delili qadanın delili ekanligini, başqa bir qada uchun başqa bir delil ketmaydiganligini so'zlab o'tgan edik. Endi bo'lsa bizga adani va qadani bir qancha turga bo'ladi. Ada bir qancha turga, qada bir qancha turga bo'ladi. Endi bugun so'zmoqchi bo'lgan ada. Oldi bilan biz bu adaniki bugungi darsning umumiy mazmunini so'zlab o'tamiz, uni keyin tafsilot qilib ketamiz. Ada çoğun cihetden iki türge bölünüdür. Ada çoğun cihetden iki türge, yani mundakça yüzeyki taksim desek üç türge bölünüdür. Böyle adayı kamil, yani böyle adayı kasır, yani böyle ada şebihun bil qada. Eğer çoğun cihetden bölsek çoğu ada böyle sap, yani adayı mahad, yani sap ada. Yani qadaga hiç qanday cihetden okşamagan ada, yani böyle qazaga okşagan ada. Dep ikkiga bölünüdür. Bunu kelidin bu ada çoğu, sap ada deganimiz, sapla ada deganimiz ikkiga bölünadi. Adai kamil, adai qasirda. Endi biz adai kamil degan nima? Adai kamil degan masalan namozni jamoat bilan o'qish. Namozni jamoat bilan o'qish, bir odam namozni jamoat bilan, ya'ni namozni farz, vojib, sunnatlar bilan ado qilgan bo'lsa, jamoat sunnat muakkada bizim mazmumimizda. Sunnat bilan ado qilgan bo'lsa, bu namoz qanday namoz bo'ladi? Yani farz namaz demekçe bir adamdır. Cemaat degini bir adam. Qanday namaz desanglar mesela farz namaz yoki namazdır, yoki cuma namazları, yani yoki tarovih namozi mesela. Yani cemaat bo'lib o'qish sunnat bo'lganligi namozda jamoat bilan ado qilishni batiladi. Adai kamil deb ataladi. Ammo jamoat bo'lish sunnat bo'lmagan namozdan jamoatda o'qish uchun adai kamil emas. Bu xuddi 5 barmoqni yig'ib, ya'ni 6-barmoq chiqib qolgan degan. Bu joyda u qasir hisoblanadi. Tushundingmi? Hamma shariat buyurgan bo'lsa adayı kamil bo'ladi. Ammo shariat buyurgan bo'yicha emas, o'zimiz yasab qilsak, u joyda adayni bo'lib qoladi, qasir bo'lib qoladi. Mana bilish kerak. Endi xo'sh, biz adaniki 3 xilga bo'linganligini. Endi aday qasir deganimiz-ku dal aday kamilning aksi. Ya'ni yolg'iz o'qigan namoz. Farz bo'lgan jamoat bo'lib o'qish sunnat bo'lgan namoz masalan. Hammasi masalan bu faqat bir masalaga qaratmaysizlar. Har qanday masala, ya'ni har qanday masala sunnat degan bir ish tartib qilib qolsa, bu shu adayni deb ataladi. Adayı qasir. Çünkü ben bilmem. Sünnet derken ama farzda derken ama bu ada emas o. Hesap emas, batıl. Vacib derken ama ben naqis. Çünkü bunu sahabeler günahkar olursa, eğer qasam qilsanlar günahkar, eğer savan qilsanlar sayyidsah vacib bo'ladi. Endi sunnatni tark etgan bo'lsa desa, bu joyda adayı naqis bo'ladi, adayı qasir bo'ladi, tushunamizmi? Endi adayı qasir degan bu shu. Endi bizga qazaga o'xshaydigan ada chu. Qazaga o'xshaydigan ada deganimiz, masalan, buning suratlari ko'p, lekin shuni bir suratni bayon qildim sen deb. Ya'ni bir safarga chiqqan musofir odamdan birisi musofir imomga iqtido qilib, shu namozni 2 rakat o'qiydi-ku, masalan. 2 rakatlik namozni iqtido qilib, shu birinchi rakatdan ham buniki nimasi birinchi rakatdan tush qilib, namoz to'liq bo'lmagan aslida, sharoit aslida namaz esnasında bunu qanab berdi mesela. Bunu qanab berib tartibini ketgan bo'ldimi? Darhol 2 kilometr darhol kelgani bilan chiqib ketdi. Chiqib ketib tahorat oldi. Ya'ni eng yaqin tahoratxona, eng yaqin tahoratxonaga borib, tahoratini ilib, uning kenidan yenib kirdi. Yenib kirsa, imom namozni o'qib bo'libdi. Imom namozini farz bo'libdi. Mushu adam
Nima bo'ladi? O'sha odamning o'qigan ado qolgan namozini to'liqlab o'qiydi o'sha odam. O'sha odam namozini shu kelgan yerni to'liqlab o'qiydi. Masalan, imomniki masalan bir rakatda tartibsiz bo'lsa, bir rakatni to'liqlab o'qiydi-da. Avvalgi o'qigan rakatni bir rakatga hisob bo'laveradi. O'sha odamning ismi nima bo'ladi? Lahiq deb ataladi, lahiq. O'sha lahiqning ishi bir jihatdan qarasak ado, bir jihatdan qarasak qado. Qaz jihatdan qarasanlar ado qiladi, namozning vaqti ketmagan. Namozning vaqti ketmagan, namozning vaqtida o'qigan jihatdan nima? Ado. Ammo bu namozni risat o'qiganda kim bilan birga o'qimoqchi bo'lgan, shu o'qiganda imomga iqtido qilib, imomga ergishib o'qimoqchi bo'lgan edi. Lekin keyin qanday o'qidi? Yolg'iz o'qidi. Demak, mana nima bo'libdi? Qazo. Majatdan qazo bo'lib qoldi. Chunki mesela biz lozim tutgan ayni bo'yicha o'qimay, mislini o'qiganligi, lozim tutgan namozning aynini o'qimay, mislini o'qiganligi nima bo'ldi? Qazo. Biz 5 ta qadoni tushunib deganda taslimul misl dedik ha. Taslimul ayn nima dedik? Ado, taslimul misl cho qazo. Madem shu imom bilan lozim tutgan namozning aynini emas, mislini topshirganlik uchun nima bo'ldi? Qazo bo'ldi. Shuning bilan buningdan bunda bo'lsa bo'ldi desa buni sabar chiqdi buningdan. Sabar. Yani natija kelib chiqdi. Qanday natija kelib chiqdi? Shundan bu odam masalanga agarda bu odam namozni o'qib bo'ldi. Namoz o'qib bo'lgandan keyin shu namozning asosida, shu o'qiyotgan namozning asosida kiday bu odam iqomat, muqimlikni niyat qilib qolsa, shu safardagi turgan yerda masalan 15 kun turishni masalan 15 kun yoki 15 kun yuqori turishni niyat qilgan aman nimaga aylanadi bu odam? Muqimga aylanadi, tushunadingmi? Bir odam safarga chiqib 15 kun turishni qalbida niyat qildimi, shu yerda nimaga aylandi? Muqim 15 kun turish shart emas. Tushunadingmi? 15 kun turib bo'lgandan keyin emas. Safarga chiqib o'sha turgan yerda men 15 kun turaman deganni shunda niyat qildimi, bu odam muqimga aylandi. Bu odam shunda namoz turiblam, men endi muqimda 15 kun turib qolay deb niyatni qilsa, shu chaqda qanchaga namoz o'qiydi bu odam? Samarli ish chiqdi. Shu chaqda qanchaga namoz o'qiydi? Deb qanaqacho? 2 rakat namoz o'qiydi. Nima uchun? Asli muqim degan qancha rakat namoz o'qiydi? 4 rakat o'qish kerak. Bu odam nima uchun 2 rakat o'qiydi? Chunki bizda bir qoida bor bizda. Safarda qazo qilingan namozni agar yurtda, hadarda biz qazosini o'qimoqchi bo'lsak qancha rakat o'qiymiz? 2 rakat o'qiymiz. Hadarda, ya'ni yurtda qazo bo'lgan namozni safarda qazosi qilmoqchi bo'lsa qancha rakat o'qiymiz? 4 rakat o'qiymiz. Qoida. Demak, ayada odam u namoz qanday vaqtda uni gadinga qazo qilgan edi? Safarda edi. Ya'ni muqimlikni niyat qilmagan vaqtida, ya'ni musofirlik holatida edi. Bu odam musofirlikni niyat qildi, muqimlik niyat qildimi? Lekin niyat qilgan bilan namozning vaqtida uni lozim tutgan vaqti musofir vaqti edi. Musofir vaqtidagi namozning qazosi qanday o'qiladi? 2 rakat o'qiladi. Demak, bu jihatni nima o'xshaydi ekan? Qadoga o'xshaydi ekan. Demak, samarli bir şey chiqdi, tushunadingmi? Endi xo'sh, undan keyin bizda Nasr Musannif rahimahulloh nima deydi? Ado bir qancha turga bo'linadi, adoi kamil, adoi qosim va qazosiman ado deb 3 ga bo'linadi. Masalan, adoi kamilning misoli jamoatda o'qigan namoz o'xshash, tushunib bo'ldi. Va adoi qosimning misoli yolg'iz o'qigan namoz o'xshash, tushunib bo'ldi. Va qazosiman ado, ya'ni qazosiman degan ma'nosi bunda şey qamlashib qo'ydim. Ya'ni qazoga o'xshaydigan adoning misoli bo'lsa, fi'l lahiqi ba'da farag'il imom. Yani imom namozda lahiqniki o'qigan namozi qachon imom namozini farqlab bo'lgandan keyin hatto la yataghayyar farduhu bu lahiqning farzi iqomatni bilan o'zgarib ketmaydi, 4 rakatga o'zgarmaydi. Men tushundim bo'ldim, tushundingmi? Xo'sh. Endi va minha uni keyin masalan bizga tekstda yana so'zlab berdiki, bu biz so'zlab o'tgan bu adoning qatoridan raddu aynil maqsud deyapti. Yani demakchi o'g'li musannif, ya'ni bizdagi bu ado, qado degan 2 xil bo'ladi. Ya'ni 2 taqsimga bo'laymiz. Ya'ni adou haqqillah, adou huquqillah va ado li huquqi al-makhluq. Tushundingmi? Yani Alloh taoloning haqqini ado qilish va xalqning haqqini ado qilish deb 2 ga bo'linadi. Musannif bo'ldi Alloh taoloning haqqini oldida bayon qildi. Nima uchun? Alloh taoloning haqqi zo'r bo'lganligi uchun. Zo'r bo'lganligi uchun. Endi ikkinchi qilib nima haqqini nas, kishilarning haqqini so'zlaydi. Bu ado kishilarning haqqidimi? Ya'ni mol, mulk, ilm, bilim, faqat ibodat masalasida emas,
ilim bilim meselelerinde mu bağdı o. Aday kamil, aday kasır, aday şebih bil kaza degan ma meselelerin bağdı hep sözlep. Ne deydi o? Mesela bir bulançıdan bilse, bir adamdan bulançıdan bilse o, bulançı degan aşkı nasıl bulab talaydigan. Oğru harami. Bulançı oğurdan bilse, bir adamın pulusunu oğlu yaptı. Mesela 100 bin koy pulusunu oğlu yaptı. Oğlu verip ki sakçılar tutup bu adamını mal dese pulunu palanya düşüp koydum da şu ayağını 100 bin ayağını sak salamat kaytıgan bolsa şu süpütü bilen aşkı özgürlük tutmay bunlar oturdu o ada kamil. Mesela bir adam eğer mesela onun başka bir adam mesela o ne pul olmay mesela eğer de bir kul bulap kalsa mesela kuldan böyle olap gitken bolsa kul hizmetkardan böyle ondan keyin bu hizmetkarga olib ketganda bu qulning zimmasi payroqga hech qanday bir jinoyat ishlamagan pokiz qul bo'lsa bu qulni qaytirib berganda asligisiga qanday qaytiribdi qul jinoyatni birini ishlab yo bir odamni o'ldirib qo'yibdi yo birini tishini tugab qo'yibdi yana gadinga jinoyat sodir bo'lib qolibdi buni ya qisas qilinadigan o'ldiriladigan yoki diyat to'laydigan bir jinoyatni sodir qilib qo'ygan holat qaytgan bo'lsa yoki qarzi kelib qolgan dastlabda bo'lib ketganda qarzi yo'q ekan qulni ve qarz geldiği bir mince 100 milyarlık qarz gibi kalgan bolsa bunda halatda qaytgan bolsa aşqulning o'zini qaytadi lekin bunda qaytgan bolsa nima deb ataladi o aday qasir deb ataladi endi undan keyin mahluqning haqidagi ada qazosimon adacı desa masalan bir adam bir ayolni yaptı bir adam bir ayol kishini nikoh qilibdi nikoh qilib o ayol kishi debdiki to'ylagan to'ylaganga palani qulni palanining quli samatning quli amatni menga to'yla qilib berasiz debdi. Ha odam buni da ma'qul deb qo'shilgandan keyin bu odam samatning quli amatni setib yapti pul setib olib bu odam setib olgandan keyin bu ayol kishiga to'yla qilib beribdi amatni. Shuning bilan buning bo'ldi mushu qazosimon odam. Qanday desanglar? Chunki bu ayol falanının kulunu bana qilsiz degan edi. Samatning quli amatni menga to'yla qilib bersiz degan edi. Bu odam buni samatning quli bevosita buni to'yla qilib bermaydi. Qanday qiladi o? Chuqur buni pul setib olish kerak. Yoki uni ibaq mut bilish kerak. Setib olgandan keyin bu samatning quli bo'ldimi bu? Amat kimning quli bo'ldi? Erining quli bo'ldi, erining. Erining ismi Tumurbek deydi. Ha, Tumurbekning quli bo'ldi. Tumurbekning quli qolgandan keyin bu ayol shart qilganda nima deb shart qilgan edi? Samatning quli degan edi. Buni setib olgandan keyin kimni qo'llab qoldi? Tumurbekni qo'llab qoldi. Endi Tumurbekning qulini bu buni berdi. Qolsa bir jihatdan qarasa qul shu qul shu. Shu Samat amat dedikmi? Qulning ismi amatmi? Amat shu. Lekin ab falani Samatning quli emas. Lekin hozir nimaning Tumurbekning quli olib qoldi bu. Shuni bilan demak bu shu bir tarafdan qarasa qulning ekanligini jihatdan qarasak buni ekan bu ada. Ammo misl ya'ni nimaning quli emas, Samatning quli emas, Tumurbekning quli bergan jihatdan qarasak nima ekan? Qazo ekan. Bu shuni misoli. Shuning bilan bugungi darsimizning asosiy mazmuni shu. Tushunamizmi? Shu mazmun. Endi shu deb dars kirib ketaylik. بيان تقسيم الأداء والقضاء وأنواعهما ثم شرع المصنف عندك المصنف رحمه الله في بيان تقسيم الأداء والقضاء إلى أنواعهما أداء وقضاء ونكي تولرجع تقسيم قلشنا بيانها كلشتي فقال أن دبكت والأداء أنواع أداء برقنج تردر كامل وقاصر وما هو شبيه من القضاء وقضاء سمن أداء يعني قضاء وشيدغان أداء دب اشترك بلندو وفي هذا التقسيم مسامحة. Bu taksimde مسامحة diyen de yüzeyki taksim kılıç var. مسامحة diyen gel. Bu da bir taksim kılıç. Onu inçikil yapamaz. Yüzeyki taksim kılıç vardır. Çünkü لأن الأقسام لا تقابل فيما بينها. Çünkü bu kısımlarda aksamda öz arasında takabül yok. Öz ara tüttün karşılık yok. Hemmisi tüttün karşılık yok. Birbirine yakın ikisi birbirine okşaydı. Bir taraftan çıkan bir elitizin çıkan. Yani bize taksim de bir nasıl var, aksam da bir nasıl var. Mesela el kelimetu enva desem, ne var taksim? Şunu mu? El kelimetu enva. İsmun ve fiilun ve harfun desem ne var aksam? Şunu mu? Taksim diyen umum bir baştaki hareket. Aksam çoğu aşağı hareketten
kelib chiqqan natija. Tushundingmi? Endi taqsim degan qanday bo'ladi? Masdar bilan bo'ladi. Aqsamchu jami ko'plik shaklida bo'ladi. Endi mana bir şeyde aqsam degan qanday bo'lib aqsam bo'lgan, birisi-birisiga o'xshamaydiganlik uchun aqsam bo'lgan, lekin bu shart emas amaliyotda. Aqsamlarning hamma jihatdan bir-biriga qarama-qarshi shart emas. Aslida azroq bir tarafni o'xshamiz bo'ldi aslida. Masalan, men debdim, lekin menimcha to'g'rilashib ekan. Xolos, mana arab o'timiz bo'ldi, mayli. Va yanbaghi an yaqul, masalan bunday deyish kerak edi deydi. Val ada anwa, ada bir qancha tur bo'ladi, bir ada mahad, ya'ni gang ada. Sab ada bo'lish kerak. Ve huve nev'an, u sab ada iki türlük buludu. Biri adayı kamil, yani biri adayı kasır. Ve ada, ikincisi ada huve şebihun bil qada, yani qada oxşaydigan ada. Ve yu'na bil adayil mahden, sab ada deganimizden, nima faqat bizden bir yerden nima chiqdi? Maqab to'g'ri. Sab ada deganimizden nima murad? Gang ada deganimiz faqatla, yani leysa nima şebihun bil qada. Tushundingmi? Yani qada oxshamaydigan. Bilak gapida ishimiz yo'q. Faqat yani bu qazoga o'xshamaydi. Hech qanday qazoga o'xshashlik tarifi yo'q bo'lgan ada demakchi biz. Va adaun huwa shabihun bil qada. Va yu'na bil ada'il mahad. Ada'il mahad bilanki xolang'ini demakchi bo'g'nimiz demakchi. Demakchi bo'g'nimiz ma la yakunu fihi shibhun bil qada, shabahun desam o'xshash. Bil qada'i bi wajhin min al wujud degan. Hech qanday bir yo'ldan nimaga qazoga o'xshashligi bo'lmaydigan ada degan bo'ldi. La min haythu tagayyur vaqt, vaqtning o'zgarib ketishi jihatdan va la min haythu iltizamihi, na buniki iltizam qilish, ya'ni farzning o'ziga iltizam qilish jihatdan. Lekin ma'ni deb qo'yapti. Bu ham bu bir umumiy qoida kelmaydi menga. Bu degan xususiy bir, ya'ni namozning bir masalasi kelishindimi? Kanalga kelib qolma. Ya'ni namozning bir masalasi-da bu. Faqat bu yerdagi ada, qada deganimiz faqat namoz qartilmaydi bu. Ba'zida huququlloh, ba'zida huququn nas qartiladi. Ama siz düşünün depti ki ma gibi kim kemek olan misalga, hasi misalga fiilul lahiq ne ki misalı demekçi. Fiilul lahiqlar misallan bak. Misal qarta mesela var. Çünkü ama ve yu'na bi şebihi bil qada. Qadası man ada diyen gaptin ma fihi şebahun bihi min haythu iltizamihi. Yani namazını üzüge lazım kılış, üzüge lazım tutuş cihattan qazaga o'xshaydigan talep demekçi. Ve yuna bil kamil, kamil degende ma yani adayı kamil degende nima bo'ladi desa ma yuadda alal vajhilladi shuri'a alayhi. Gardiniga farz bo'lgan, ya'ni shariat o'ttirib qo'ygan yo'l bo'yicha ado qilingan narsa nima adayı kamil bo'ladi. Bil qasir bilan nima murad? Ma huwa khilafuhu. Ya'ni adayı kamilning aks xilofi. Kas salati bi jama'atin. Masalan cemaat ile namaz kılgan okşaş. Bu misalun lil ada'il kamil. Ada'il kamilin misali. Fe innehu çünkü ada'un ala hasabi ma şuri'a. Çünkü cemaat ile kılgan namaz diyen şeriatte oturup kıyılgan boyunca ada kılıngan adadır. Fe inne salate çünkü fe inne salate ma şuri'at illa bi cemaat. Çünkü namaz fakat cemaat bilallah oturga şeriatte oturup kıyılgan, yolu kıyılgan. Lianne Cibril, çünkü Cibril aleyhisselam allemer Resulü aleyhisselam bil cemaati fi yevmeyn. Namaz ne? Peygamber aleyhisselam'a 2 günün içinde cemaat bilen okuşunu getti. Cemaat bilen okuşunu getti. Yani Cibril aleyhisselam imam oldu. Resulullah iktidar kıldı. Birinci günün hem namazını avval vaktinde okudu. İkinci gün hem namazını ikinci vaktinde okudu ve sizin ümmetinizin namazının vakti muş iki namazının oturursa ailesi de gösterdi. Desteklersin namaz Cibril Aleyhisselam Resulullah'ın başlandı, cemaatle başlandı. Demek şu sebepten cemaatin en tüven iş gelen bir cemaat bulabilir. Şunu anlama. Ve salat munfariden hem de yalnız namaz kılmak okşaş mesela bu aday kasının misali. Fe innehu adaun ala khilaf ma şuri'a aleyh. Çünkü ne için bunu biz aday kasır dedik de sual kıyası çünkü aday kasır namazını cemaatsiz namaz okşu diyen, yalnız namaz okşu diyen namaz aslında yol koyulgan kaideye xilaf ada buludu. Xilaf bolan bir ada buludu. Bunun bir dikkat qilish kerak. Öyden yalnız namaz o'qiydigan Allah, ashundan bir dikkat qilish kerak. Hech bulanmaganda bir ikkidan bo'lsa o'qisa qildi jamoatlar. Bo'lmasa mishlik chiqib o'qisa bo'ladi. Davomli aday qasir, kalta degan gap, qasir degan gap 100% savob yo'q buningga. Yani 50'den chiqdi 60 numar 60 qo'yiladi shu faqat. 40 nakatda numar savab ber yo'q degan gap. Va lihada yasqutu illat keltiradi.
Şu sebepten yasqutu vujubul cehri fil cehliyeti anil munfarid. Ünlük okulgan namaz, ünlük okuş vacip bolgan yerde, ünlük okulgan namazda, ünlük okuş vacip bolgan yerde yalğız namaz okugan adamın geldiğinden ünlük okuş. Nima sabit buludu degan gap, ixtiyar sabit buludu. İxtiyar sabit buludu, ünlük okuş sabit buludu. Yani yalğız namaz okugan adam ünlük okusun buludu, mahfi içinde okusun buludu. Nimişqa? Asli qaidada ünlük okulgan namazda ünlük okuş nima vacip. Mahfi o'qilgan namozni mahfi o'qish vojib. Agar ünlük o'qilgan namozni mahfi o'qilsa yoki mahfi o'qilgan namoz ünlük o'qilsa bo'ladi, sajda vojib bo'ladi. Nima uchun bu odamga sajda vojib bo'lmadi? Chunki buni adosi nima? Adoy qolsa, shuni dalili. Undan keyin bizga qazosi bilan adoniki misolini keltirib, va fi'lil lahiqi ba'da farag'il imam hatta la yataghayyaru farduhu bi niyyatil iqama. Ya'ni lahiq lahiqninki o'qigan namozi o'xshash masalan imom parolab bo'lgandan keyin hatto bu lahiqninki nimasi farzi iqomat niyati bilan o'zgarib ketmaydi deydi. Buni masalan besh tushunib tushunib bo'lgan tushunib o'tib ketamiz hamda. Misalun lil ada'i shabi, ya'ni bu qazosi bilan adoning misolidir. Chunki al-lahiq, lahiq degan kim? Avvalan lahiq degan, chunki lahiq degan vallati iltazama al-ada'a ma'al imam. Ya'ni imam bilan billa adoni lozim tutgan. Min avvali tahlima. Ya'ni takbir tahrimning avvali, takbir tahrimiga ulgib, ya'ni birinchi rakatga ulgigan. Birinchi rakatga imom ulgilib, imom iqtido qilgan odam bu. Namozni o'ziga imom bilan billa tamomlashni vojib qilgan odam. Summa sabaqahu al-hadath, andiki bunga ta'lassizlik sabaqat qilgan, ya'ni tartibsiz ketgan. Buni qanigan yoki o'zi qasdan qilmagan emas bu. Agar o'zi qasdan qilmasa hukm kelmaydi. Imom bilib qilgan. Samaviy ofatlar ya tartibsiz ketgan, ya qilgan demak o'zi qasdan valaqshib kulgan bo'lsa bu bo'lmaydi. Boshqa bu namozni buzib ketdi, tartib sindi namozi buzildi, bilak o'qish kerak. Ammo o'zi qasdanlik yo'q, tartib qilib ketib qolgan bo'lsa, shu chaqda loyiqli namoz o'qiladi. Loyiqli namozni o'qish qanday yomon tas. Bak tas. Buni o'qiladigan dunyoda qalay chiqmasni qo'yamiz. Agar namoz o'qib turibsizlar, buni qarab qolsa, birdan masal qilsang, buni qanday birdan buni ko'rib birdan masal qilsanglar, loyiq bo'lolmaysizlar. Yani xalas buni namozni ulayolmaysizlar imomning namoziga. Tushundingmi? Buning qanida var shu ham yenib ketish kerak. Yenib ketib, undan keyin mishkit chiqib, tartalga yegib borsizlar. Meyada bir jo'mak bor, oldingizda bir jo'mak bor, 5 metr endi bir jo'mak bo'lsa, ma yaqin nima kelmay, yaqin jo'makni olmay taratni 5 metr yiroqni olsanglar yana loyiq bo'lmaysiz. Tushundingmi? Yomon tas buning shartlari. Agar gap qilib solsanglar, gapga chiqsanglar, yana bakachi. Gap qilmish, chunki siz namozni ichida hisoblasizlar. Loyiq bo'lish oson emas. Endi bunda loyiq bo'lgan deb aytadi. Fatawadda Abu Adam'ın taharat aldı ve atemme baqiyatas salat. Degan taharat edip kelib, kelsa namoz, imom namozni o'qib qolibdi. Imom namozni o'qib qolibdi. Agar imom namozni o'qib qolmagan bo'lsa, endi boshqa masala chiqadi. Keyin gapiramiz. Ve atemme baqiyatas salat, namozniki qoldig'ini tamomlabdi ba'da farag'il imom. Imom farg'ilab bo'lgandan keyin. Fa inna hadal itmam, chunki mushu tamom qilish adadur. Min haythu baqa'il, nima jihatdan desa, min haythu baqa'il vaqt, ya'ni vaqt qolganlik jihatdan. Min haythu, ba'zilar min haythu baqa'ul vaqti deb qo'ydi shu iboratni. Ba'zilar min haythu baqa'il vaqt deb qo'ydi. Tushundingmi? Bizning vatandagi olimlar min haythu baqa'il vaqt deb aytgan ustozlar. Lekin Azhardagi mayadagi arab ustoz hech qachon o'rgatmadi. Min haythu baqa'ul vaqt deb aytdi. Vallohu a'lam. Nahv jihatdan shu baqa'ul vaqt kuchliga o'xshaydi. Arablarning o'zi baqa'u deb qilgan. Siz Qirg'iziston qanday o'qigan? Mudaf bo'lganmi, meyadan o'qimaydi ekan. Tamam, vaqtning boqiy qilishi jihatdan nima deydi bu ada. Chunki namozni qachon shu vaqtning ichida, namozning vaqtning ichida o'qidi bu jihatdan ada. Va shabihun bil qada, bu qadosi qazoga o'xshaydi, nima jihatdan desa min haythu annahu lam yu'adda kamal tazam. Dastlabda namozni o'ziga lozim qilgandek shaklda ado qilinmay, balki uning o'qishi ado qilindi. Mojiyatin nima? Qado. Valamma kana ma'na al-ada min haythu al-asl. Endi bu yerda valamma degan bir savolniki javobi bo'ladi. Unda ular bo'lsa, qanday savol desam, bu savolning javobi deb atadi. Ya'ni nimishqa buni shabihan bil qado deb atadi. Bu nimishqa adoga o'xshaydigan qado demay, nimishqa qadoga o'xshaydigan ado deb atadi desa, buning javobini bilib deb atadiki, chunki bu buniki ismini asliligini ko'zda tutib, buningga
ada deb ism qo'ydi. Keyingi sifat paydo bo'lgan sifatni ko'zda tutib, bunga qazo o'xshaydi dedi. Aslilikni tabiiylikni oldiga qo'ydi deb aytadi. Valamma kana ma'nal ada, adaning ma'nosi min haythul asl jihatin bo'lgan uchun. Va ma'nal qada, qadaning ma'nosi bo'lsa tabi degan gap, ya'ni agish yo'l bilan gap, sifat yo'l bilan sanaladi. Tabi deb qo'ysanglar sifatlik yo'l keladi o'yna. Sifat yo'l bilan bo'lganligi uchun, sifat jihatin bo'lganligi uchun ju'ila adaan, bu o'zi ada qilindi, adaning qatoriga kirgizildi, lekin qadaga o'xshaydi degan qatorga kirgizildi. Va lam yuj'al qada'an shabihan bil ada, ya'ni adasiman qazo qilinmadi. Xo'sh, endi va samaratu kawnihi ada'an zohiratun. Endi shu xildagi namozniki, loyiqning namoziniki ada bo'g'inining samarasi, biz samara deb bir gap bor. Samara degan gap natija degan gap. Chiqadigan foyda natija. Samara desang bo'laveradi. Uning samarasi zohir, uch oshkora. Va lihada lam yata'arrad laha. Shu sababdan u samaraga nima qilmadi? Tegish qilmadi. Buning samarasi nima o'ylab boqinglarchi? Ya'ni ada bo'ldina. Gardindan, zimmasidan namoz ada bo'lganlik uchun gardindan saqt bo'ldi, ada bo'ldi. Shu ular bu qoidaga imomniki 5 namoz ular bu qoida ada bo'lganlik uchun. Bilak hisob bo'lmaydi, hisob bo'ldi. Majat nima deb ataldi? Ada deb ataldi. Endi va samaratu kawnihi. Buniki bu namozniki qadoga o'xshashlik bo'lishining samarasi-chi. Qazoga o'xshaydigan bo'lishining samarasi, natijasi hiya annahu, ya'ni qadoga o'xshaydi degandan, qazoga o'xshash degan tarafdan kelib chiqqan natija nima desa, annahu la yataghayyaru fardu. Bunun farzi shu vaqtida bi niyatil iqama, iqomat niyati, muqimlik niyati bilan o'zgarib ketmaydi. 2 rakat namoz 4 rakatga o'zgarmaydi. Bi qanday qilib desa tafsir tushunib bilinmaydi. Bi ankan qanday qilib desanglar, ya'ni bu loyiq agar musafir bo'lsa, musafir ixtilo qilgan bo'lsa, thumma ahdath andikin tarix sinib ketgan bo'lsa, fadhahaba ila misri, endi muqim bo'lgan bo'lsa, muqimda qolgan bo'lsa degan gapni bu yerga biz ikki xil ehtimol keltiramiz endi. Ya qanday muqim bo'libdi, o'zniki buni musafirlikqa shu yurtining qishida bir yerda bo'lsa, tartag'ida darhol nima ko'ribdi, o'zining shahriga beribdi, tartilish uchun. Ya endi shaharga berib nima qilibdi, muqimga aylanib qolibdi. Yoki avval iqomati fi mawdi'iha, yoki muqim bo'lishni niyat qilibdi nada mavdi'iha, muqim bo'ladigan o'rinda. Chunki madiqat mavdi'iha degani muqim bo'ladigan o'rinda qanday o'rin bilamsizlar? Muqim bo'lishni niyat qilib bo'ladigan o'rin bor. U bo'lsa shahar. Yoki bir odamlar o'tirib yezi qishloq, yoki bir chidlar tikilib, xeymalar tikilib o'tirgan odamlar o'tiradigan, yashay oladigan yer. Bu shunday yer nima? Mavdi'ul iqoma bo'ladi. Amma bir adam yo'lda hech qanday suv yo'q, hech qanday odam yashamaydigan yo'lda mangib muqimlik niyat qilsa bu nima la yu'tabar. Bu hisob qilinmaydi. Shu mavdi'iha deb qo'ydi mantiq qilishlik. Thumma ja andin kim odam kaptu kelib, hatta faragal imom kasa, imom bakovlabdi. Imom parg'ilab bo'lganda kaptu. Lekin vaqt ketgan yo'q, ha? Agar vaqt ketsa qazo bo'ldi demak. Valam yatakallam. O arada bir o'z gap qilmabdi bu odam. Gap qilgan bo'lsa u loyiq bo'lmaydi. Ve şer'a fi itmamis salat. Andikin namazda tamamlash şuru qilibdi. Namazda tamamlash şuru qilgan bo'lsa, fala yutimmu arba'an. Bu namozni 4 rakat o'qimaydi, balki 2 rakat o'qiydi. 2 rakat o'qiydi. Kama iza kana qada'an mahdan. Shundaqki, agar bu o'qimoqchi bo'lgan namozni qazo bo'lgan bo'lsa, la qancha rakat o'qiydi? 2 rakat o'qiydi. Agar safardagi namozni qazo o'qimoqchi, muqimlik holda qazo o'qimoqchi bo'lgan bo'lsa-mu, 2 rakat o'qiydi. Xuddi shunga o'xshash. La yetagayyor fardu, bunun farzi iqomat niyati bilan o'zgarmaydi. Qazo namozmi iqomat niyati bilan o'zgarmaydi. Xuddi shuningdek, qazosi bilan adamu iqomat niyati bilan 4 rakatga o'zgarib qolmaydi. Fakada hada deydi. Bu shunga o'xshaydi. Xo'sh, endi bu yerga bizga 4 dona foyda deb turadi. Fa illam yaqtadi bi musafirin bal bi muqimin. Endi agar ma'nosini bilak, ha? Agar bu odam musafir iqtidor qilmay, muqim iqtidor qilgan bo'lsa, bu chaqda masala o'xshamaydi, samara boshqa chiqadi. Agar o'sha odamning o'zi musafir iqtidor qilmay, muqim iqtidor qilgan bo'lsa, qancha rakat o'qiydi? 4 rakat o'qiydi. Chunki dast plasni iqtidor qilgan vaqtda muqim qancha rakat o'qiydi? 4 rakat o'qiydi. Uning namozi 4 rakatga o'tkazib ketib qolgan edi. Tushunalmi? Ma'lum. Aw lam yafruq al-imam ba'd. Yoki imom namozini bakolab bo'lmagan bo'lsa, tushunalmi? Imom namozini bakolab bo'lmagan bo'lsa, qancha rakat o'qiydi? 4 rakat o'qiydi. Nima uchun? Nima uchun? Chunki imom namozini bakolab bo'lmagan bo'lsa, bu kiya vaqtda namozni nima hisoblanadi? Ado hisoblanadi. Tushunalmi? Agar buniki vaqti ado bo'lsa, ado qilgan namozning niyatida agar buni qilsa, nimaning niyatini, muqimlikning niyatini qilsa,
bu ta'sir gösteradi. Yu'athir. Yuza ada o'qigan namozda nima qilsa, men muqim buni niyat qilsa, buni pardasi 4 rakatga o'rladi. Chunki ada namozini o'rlaysiz, ammo qazoni o'rlayolmaysiz. Qazo gadanga shunda chiqilgan. Qancha rakat? 2 rakat chiqilgan. Tushunarmi? Farqi shu. Aw takallama thumma istanaf. Andiki yoki nima tartag'il chiqib gapib sepdi. Andiki namoz yig'ini boshlagan bo'lsa, yana bu 4 rakat qoladi. Yig'ini namoz yig'ini boshladimi? Namozni taqib vaqti bor, bu mustaqil bo'ladi. Xuddi adoga o'xshash. Tushunarmi? Yig'ini boshlagan namoz ado, mustaqil. Aw kana mislu hada fil masbuq. Mush shakl o'xshi masbuqda yuz bersa loyiqda emas. Ya'ni masbuq degan kim? Bilasizlar, namozniki birinchi rakatga kelgan. Namozni birinchi rakatga kelgan odam kelgan bo'lsa, tartib etgan bo'lsa, keyin namoz o'qigan vaqtda bu dastlabki iltizom yo'q bunga gadinda. Dastlabki shu imom bilan birga ado qilgan namozga topshirish kerak bo'lgan bir iltizom yo'q. O'z odam mustaqil tamomlaydi namozini. Shuning bilan bu ham 4 rakatga aylanadi. Yasiru farduhum 4 bin yatqan. Bularning farzi 4 rakatga aylanadi. Iqomat niyat bilan. Thumma anna andiki musannif rahimahulloh deydi. Xo'sh, endi musannif rahimahulloh bizga mabahsda o'tgandek bu ado ikki xil biri adou huquqillah, ya'ni bircho adou huquqin nas. Ikki xil bo'ladi. Ya'ni bir Allohning haqqini ado qilish, ya'ni bircho kishilarning haqqini ado qilish deb ikki bo'lgan. Bizga Allohning haqqini ado qilish deb qo'ydi misollarni. Endi kishilarning haqqini ado qilishki, ya'ni mol haqqidagi, masalan, mollarni ado qilish degandek adoni so'zlaydi. Summa anna hadhihi al-aqsam al-thalath, annakum bu 3 qism, ya'ni qasib bu 3 qism degan emas, ya'ni ado kamil, ado qasir, ado shabihun bil qada. Bu 3 qism kama tajri fi huquqillah. Alloh taolaning haqqlarida mang'inidek bandalarning haqqlarida ham mang'idi. Faqala Musannif rahimahulloh dediki, "Va minha raddu aynil maqsub." Bulangan narsaning o'zini qaytarish. Ya'ni va min anva'il ada, adoning turlaridan raddu ayni shay'i alladhi ghasabahu 'ala al-wasf alladhi ghasabahu ila al-malik biduni an yakuna al-maghsubu mushtaghilan bil jinayati aw bid-dayn. Ya'ni davatudaki adoning turlaridan, adoning qatoridan raddu ayni shay al-ghasabahu, yani bulvagan narsaning o'z aynini bulvagan sifat bilan mal egisiga qaytarish. Biduni an yakuna al-maqsud, yani bulvagan narsa mushtaghilan bil jinoya degan gap, jinoyat bilan shug'ullangan emas, aw bid-dayn, yoki qarz bilan shug'ullangan emas. Agar buni bilan qolsa, qul bo'lib qolsa masalan, agar qul bo'lib qolsa. Va biduni an yakuna naqisan bi nuqsanin hissiy, va hissiy nuqsan bilan ko'z bilan ko'rgili bo'ladigan, quloq bilan anglag'ili bo'ladigan, qo'l bilan tutqili bo'ladigan hissiy shaklda hissiy kamlikda kamlab ketmasdan. Ya'ni agar pul bo'lsa 100 ming riyal bo'lsa 90 ming riyal qolmasdan masalan deganda. Ya bu qo'lni ben kisib etmasdan masalan. Agar pul bo'lsa mallar oz qolmasdan miqdor. Qimmati tushib ketmasdan, vaqti tushib ketmasdan masalan. Fa hada nazirul ada'il kamil. Mana bu kamil adoning misolidir. Kamil adoning misolidir. Huququn nasdiki. Nimishqa li'annahu adaun 'ala al-wasf alladhi ghasabahu min ghayri futur. Chunki bu aşı bulvagan sifat bilan min ghayri futur, yani min ghayri nuqsan. Hech bir nuqsonsiz ado qilishdi. Va mithluhu, bunun misali taslimu aynil mabi'i ila al-mushtari masalan. Şimdi xuddi bulangan narsadan qolsa emas bu. Ya'ni masalan malni satilgan malning o'zini sotib oluvchiga topshirish. Bir adam mal sotib olgan bo'lsa, malni sotib oluvchiga bir o'zini kamil ado masalan. Ve teslimu bedeli sarf, pul almashtırış soğutusunun bedelini bir adam dolarını bana riyal tekşifinde öpkelse, şununla bir dolarını bana versem, onu 375 riyalını versem, muşumun ve kamil ada buludu şu an belgenim. Nakmeden de bir gerek buna, kamil ada buludu. Vel muslemi fihi ileyhi, muslem fihni nemege aşu nemege tapşırış, Bey selam kılgan pul egisiga topshirish. Bizda baysalamda bir so'z bor. Baysalam degan gap naqga nisini elish. Naqga nisini elish. Naq pulga nisi bo'lgan malni elish. Vaqtli qalanlik holda. Masalan, menda 10 ming riyal pul bor. Buningga 100 tonna masalan kuma, 100 tonna bug'doy olaman, lekin bu bug'doy hozir chiqmaydi. 6 oydan keyin chiqadi deb 10 ming riyal berish.
6 aydan keyin malni berish. Shu 6 aydan keyin deyishgan qarada shu sifat bilan, shu sifatlik malni topshirishni o'zini nima deyiladi? Bu muadai kamil deb ataladi. Shunga mustamfi degan mal dedik. Tushundingmi? Mustamfi degan mal Rabbus salam degan nima? Pul berguvchi. Ondan Rabbus salam degan pul berguvchi. Mustamfi degan degan mal. Onun kenidan muslim ilayhi va. Muslim ilayhi degan malni igisi satqushi, baya. Tushundingmi? Pul ra'sul mal. والمستنفي إليه على الوصف الذي وقع عليه العقد. Yani şu akd kelishimnomada kelishgan peti şu sifat bilan şu yaxshi mal olsa yaxshi mal, nachar mal olsa nachar mal deyishgan qarorda topshirishni nima deyiladi? Adai kamil fi huquqin nas. Ve radduhu meşgulen bil cinaya. Uni cinayet bilan shug'ullangan holatga qaytarish. Yani nazirun lil adai al qasb. Adai qasbning misali mesela. Yani raddu shay'il maqsud bulangan narsani hala kevni uniki cinayet bilan shug'ullangan holatida qaytarish. Aw bid-dayni ya qarz bilan shug'ullangan holatida qaytarish. Qanday qilib desa bi'an masalan. Bi'an deb kelsa sizga tafsir qilish bo'ladi. Yani bundaq qilib. G'asaba 'abdan farigan bir zimmisi farigh. Zimmisida qarz yo'q, jinoyat yo'q, bir quldan birini bulaptı bir bulanchi, o'g'irdan birisi. Andikin bununla bulap bo'lgandikin bunun gadingi qarz kelib qapti. Bu qul qarzi kelib qapti. Avil jinoyat. Yoki shu bulanchining qo'lida turib jinoyat sodir qilib sabti. Va misol shuni o'xshab bo'lmasiz, o'xshashni taslimul mabi' masalan. Malni qandasi bir odam mal olibdi, bir sotib mushtariydan birisi bay'atin malni sotib pulni beribdi unga. Lekin masalan malni topshirish chog'ida bu malni nima qilibdi? Ya jinoyat bilan shug'ullantirib qapti, qul bo'lsa masalan, jinoyat bilan shug'ullantirib qapti yoki qarz bilan shug'ullangan yoki qarz kelib qolgan holatida yoki jinoyat sodir qilgan holatida yoki kasallab qolgan holatida qaytarib beribdi, nimaga tashib malni topshiribdi. Asl olganda saqkan. Lekin berganda shu ayibni qilib qapti. Mush hammasini bo'ldi. Fa fi hada kullihi mushning hammasida mushdan bunda atıldı bu adai qasir deb ataladi. Ada nima? Qasir. Mushning hammasida agar bulangan narsa halok bo'lsa, bu adai qasir deb ataladi demakchi ham bu yerda fiqh masalasi deb demoqchi edim. Ya'ni mushning hammasida agar bulangan narsa va sotilgan mal halok bo'lsa, mal egisining qo'lida va sotib oluvchining qo'lida bi afasi osmondan kelgan bir ofat bilan baliat zimmatul g'asib val bay'. Yani bulanchining va sotuvchining zimmasi ado bo'ladi. Zimmasi aqlanadi. Yani gadiniki qarzi tugaydi. Nimishqa? Likavnihi adaan. Bu ayda ayibni topshirsa-mu topshirdi. Lekin buni osmondan kelgan balolar yo'q bo'ldi. Shuni olgan gadindan saqtoldi. Qarzi saqtoldi. Agar u anda haloklab ketmay, osmondan kelgan baloni haloklab ketmay, o qarzi qilgan qo'l yoki jinoyat qilgan qo'l ne? Ondan qarz qilgan bo'lsa qarzni to'lash uchun yoki jinoyatni sodir qilgan bo'lsa shuni diyetini to'lash uchun valau dafa'ahu al-maliku ila waliyil jinoya. Ya'ni agar mushu qulning egisi ham sotib olgan egisi jinoyatning egisiga diyet qilish uchun nima qilsa, bu qulni bersa yoki au bi'afid-dayn, shu qarzini ado qilish uchun setilsa bu qul raja'al maliku ala al-ghasibi bil qiyma. Ega bu malning egisi bulanchidan qimmatini shu nimani bulanchidan shu qulning qimmatini topshirib oladi. Qimmatini. Va mushtari malni sotib olgan odam sotuvchidan bisaman pulning hammasini qaytarib oladi. Nima ish qaytarib oladi? Chunki bu tulgan puli, buni tulgan badali, uni tulgan badali nima uchun bo'ldi? Nima uchun bo'ldi? Shu bulanchining qo'lida chaqda o'tkazgan. Bulanchining qo'lida chaqda o'tkazgan jinoyat uchun yoki sotuvchining qo'lida kelib qolgan qarz uchun bo'lganligi uchun shu sababdan bu qo'ldan ajab ketdi-da. Shunga berib pulni berib shu nimadan sotuvchining qaytarib oladi pulisini, yoki bulanchining qimmatini qaytarib oladi. Va imharu abdi ghayrihi va taslimihi ba'da shara. Hamda bizga nima deb bo'ldi? Ada kamil fi huquqin nas, ada qasir fi huquqin nas. Hamda ada shabihun bil qada fi huquqin nas deydi. Ve imharu abdi g'ayrining qulini to'la qilib bilish va taslimuhu ba'da shirauni sotib bo'lganligini topshirish. Ya'ni bu qazosimon adoning misoli, ya'ni bir odam g'ayr o'zidan boshqasininki bir qulini o'zining ayolining nikohida to'la qilibdi, ma falonni to'la qilibdi.
ثم سلمه إليها andan keyin bu to'ylarni bu ayolga uni setib bo'lgandan keyin topshiribdi. Fa ada. Bu shu kelishimda, to'ylar nikoh kelishimida kelishilgan qulning o'zini topshirganlik jihatdan ado hisoblanadi. Ado. Ve şebihun bil qada min haythu inna tabaddul al milki yujibu tabaddul al ayni hukman. Endi milkning o'z almışışı aynning shaxsniki, aynining malning o'zini almışışını vacib hukm jihatdan vacib qildiganligi jihatdan qazoga o'xshaydi. Qazoga o'xshaydi. Bunun degan gap, tushunalman, milkning almışışı ma'lumot berdiga. Malning o'zining almışışını lazım keltirdi, yani hüküm cihetli lazım kıldı diyen gel mesela. Mesela addisi bir üzüm var. Üzüm aslında melasa halal nerse. Üzümni sıkıp bir kütke, hava ötmeydiğin bir nersini sulap koysana, geçiğandaki neme aylanıdı o, harakka aylanıdı. Harak aylansa aşı üzümün üzüne mi aylanıdı o, hükme haram aylandı. Aşı üzümün üzü bir nerse. Deslapte hükmeni miydi, halal idi, kin geçiğandaki neme aylandı. Haram aylandı. Onun kendi bu içtin ütep yeni bir aklap ölse sirke aylandı, sirke. Hal. Sirke aylansa yeni bir aylandı. Ne hoş bir nasa? Halal aylandı. Şunu alma. Demek hatta bir nasideki ki süfti özgürlüşülen bu süpet. İlgilik diyen tebeddülül milik diyen ilgidaşı diyen bir süpet. Şunu alma. Zat emez, ayn emez. Nemi yani süpet özgürlüşülen nemi özgürlüğü o? Hüküm özgürlüğü. Peygamber Aleyhisselam Belire degan bir ayolning bir dedekning qishig'i kirdi. Kelsa qozonda go'sht qaynayotgan. Rasululloh menga go'shtni bermamsa degandan keyin bizga sadaqat qilingan edi deganda Rasululloh dedi, "O sana sadaqatdir. Endi sening bo'ldi. Endi sen buni menga hadiya qilasan" dedi. Shuni bilan Rasulullohning akasi Rasululloh yedi. Tushunarmi? Demak bir narsa Rasulullohga bevosita sadaqat ismi bo'lmaydi lekin Belirega sadaqat qilindi, Belirga qilib Rasululloh hadiya qilsa hadiya bo'ldi. Demak bir narsadaki İlgilik özgürlüğü bilen hüküme nima qilgan? Hükme haram halallik ya hükmü özgürlük ekan. Shuni nima gap namda? Tushunarmi? Fa iza kana al-abdu mamlukan, qachonki qul mamluk bo'lsa, ya'ni lil malik, iginiki mamluk quli bo'lsa, kana shaxsan axir bu yana bir shaxs bo'ladi. Thumma iza ishtarahu zawj andiki uni eri setib olib, setib olganda kana shaxsan axir, yana bir shaxs bo'ladi bu qul. Va iza sallamahu ilayha, bu qulni o ayolga topshirsa o yeni bir şahs bulundu. Çünkü o ayarlarımız gözü olsa her bir milik ilgilik hukuk almaşkanda bir şahsga aylanganday bo'ladi. Bilek. Hükmü başka. Çünkü mesela mende bir taqa buğday olsa, o menin bunu yiye alayman, demiş qilsam qila alayman. Bir taqa buğdayni tümürbek sattım, satgandan keyin buni men yeyolmayman, demiş qa. O şu buğday şu. Çünkü ilgilik yetganima hüküm buniki bana yiyish halal, tasarruf halal degan hüküm nima o'zgardi? Tasarruf haram o'zgardi. Tushunarmi? Ve vel hücceti fi hadal bab. Bu babdaki hüccet delil bo'lsa, anna Rasululloh sallallohu alayhi vasallam bir kuni Baliraga keldi. Baliraga yanına kelib, taqaddamat ilayhi tamran. Balira radhiyallohu anha Rasulullohga oldin xurma olib keldi. Ve kana al-qidru yaghli min al-lahm. Qozonda go'sht qaynayotdi. Qozonda go'sht qaynayotsa, xurmaga qo'ydirsan oldi. Xurmaga qo'yganda Peygamber dedi ki: "Ala tec'alina lana nasiban min al-lahm?" Ma go'shtim bizga bir nasib yapamamsa? Dedi. Faqalat Balira radhiyallohu anha dedi ki: "Ya Rasulullah, innahu lahmun tusuddiqa alayya." Bu menga sadaqat qilingan bir go'sht edi deganda Peygamber bunday dedi: "Laki sadaqatun ve lana hadiye." Sen üçün sadaqadır, biz üçün hediyedir degan. Yani iza akhadtahu min al-malik, sen onu mal ilgisinden alsan kana sadaqa aleyk. Sana sadaqat edi. Ve iza ataytahu, sen onu bizge bergen vaqtida ço tasir hediyeten biz üçün hediye bulur. Fa'ulima, bunun da şu bilendeki melek ilgilikten almışı ayndaki bir almışını vacip bulur. Ayn nakhm maşhur nersinin üzüdeki almışını vacip bulur. Ve ala hada bu şu kaideye asasen yuharracu kethirun min el-mesail. Nurgulgan mesele çıkıyor bu şu kaideye asasen. Hatta tujbarul uqul. Yani hatta tujbar alel kabul. Bu ayal kişi yani şu yani palanın kuluğa nikah toyla kılınan ayal kişi kubul kılışka mecburlanır. Eğer ama ben bunu hemen palanın kulu diyen ben
siz uzun kulunu verdiniz depse bunu anlanmaydı. Kubul yani alırsan mı alsan da mecbur kılınır demişka. Çünkü aynı. Aşuydu. Bir aşk kul şu. Tefri'un bu tarmaklı şakçılık işlemiga ala kevnihi ada. Yani bunun ada ekenligi. Ada bolganlıq üçün mecburlanır. Eğer ada bolmagan bolsa mecburlanmaydı. Yani tujbar mayatı bu ayol kişi ala kabul zalikil abd ve muhace to'la qilingan aşk kulni qabul qilishga mecburlanadi ba'da teslim. Demek teslim topshirib bo'lgandan keyin, eri uni topshirib bo'lgandan keyin. Ve huwa min alamat kevnihi adan. Mana şunun o'zi bunun ada bo'lganligining alomatidir. Ve hada bu mecburlash bi xilafi ma iza ba. Yeni bir mesele bunun xilafidan. Yeni bir mesele bunun o'xshamaydi. Masalan, iza ba'a abdan qachonki bir qulni satsa ve vestuhiqqal abdu bu qulning boshqa egisi chiqib qolsa, ya'ni bu qulning bir adam bu qulni setib mening qulim deb. Ap bo'lgandan keyin yeni bir adam kelibdi nima deb? Mening qulimda u deb. Bila egisi chiqib qolibdi. Summa ishtarahu al-ba'i. Undan keyin setib olishni ish qildi ba'i asligisidan asligisidan setib olibdi. Haythu la yujbaru ala taslimihi ila al-mushtari. Bunda bo'lganda ma ba'i bu malni mushtariga topshirishga majburlanmaydi. Ba'i sotuvchi bu malni endi nimaga mushtariga cho'qim topshirsa deb majburlanmaydi. Nimishqa? Li'annahu bil istihqaqi chunki bu qulniki egisi boshqa egisi chiqib qolish bilan zahara anna al-bay'a shu oshkor bo'ldiki bu savdo kana mawqufan ala ijazatil malik. Asli egisining ijozati, ruxsatiga qarashliq ekanligi ma'lum bo'ldi. Fa iza lam yujzihi agar uni ijozat bermasa bu savdo nima batil bo'ladi va fasaq buzilib ketadi. Bi xilafin nikahning xilafidan. Endi nikah bo'lsa fa innahu chiqum nikah degan la yanfasiq bi istiqaqil mahr. To'yloqning egisi chiqib qolishi bilan yoki vala bin idamihi uning egisi chiqmaslik bilan buzilib ketadigan narsa emas. Nikah degan nima bilan buziladi? Faqatlan taloq bilan buziladi. Undan boshqa narsalar buzulmaydi. Ve yunfadu i'taquhu fihi dun i'taqiha. Endi mushu qulni shu ayol to'yloq topshirishdan burun nima ozod qilib o'taydi. Ozod qilib o'taydi kim? Er. Ozod qilib buni ozod qilmaslik, uni ozod qilish kuchiga bo'ladi. Dun i'taq ayol kishini ozod qilish kuchiga emas. Nima? Shu er kishi ayol kishiga qulni topshirishdan burun agar ayol kishi ozod qilsa qulni hisob emas. Er kishining qulida chaqda er kishining hisob ayol kishining hisob emas. Bu tefri'un ala kevni endi ma tefri nima? Tefri'un ala kevnihi shabihan bil qada. Buni qazoga o'xshaydigan tilipiga, qazoga o'xshaydigan tilipidan chiqqan tefri ma u. Tarmoq hukm. Masalan, ya'ni yu'na buni demoqchi bo'lgani, ya'ni yunaffadu i'taqu zawji iyaha. Ya'ni erning bu qulni ozod qilib o'tishi ayol kishiga topshirishdan burun kuchga ega agar ozod qilib olsa. Nima ish qiladi? Endi mar'ata chunki bu ayol kishi la tamlikuhu bu qulni ega bo'lmaydi illa ida sullimaydi. Faqatlam o'sha ayol kishiga topshirilgan chaqda ega bo'la oladi. Bu topshirishdan burun ega bo'lmaydi. Faqabla taslim bu qulni topshirishdan burun huwa mulku zawj erning mulki bo'ladi. Kama anna qabla shira xuddi u setib burun boshqa odamning mulki edi. Xuddi shuningdek. Endi mal bu nimadan tabiiy desanglar, ya'ni qazosiman ado bo'lganliginiki tarmoqi. Agar qazosiman ado bo'lmagan bo'lsa, agar %100 ado bo'lgan bo'lsa, 100 adagan bo'lsa, ayol kishining qo'lida ayol kishi ayni qulni chaqdim qila olgan bo'ladi. Ozod qilib bergan bo'ladi. Agar bu odam nikoh o'qigan vaqtda o'zining qulidan bir qulni ma'qul to'yloq bo'lsin degan bo'lsa, uni u qulni bu ayol kishi topshirmagan taqdirdimi? Nima qilardi? Nima qilardi? Ozod qilib beradi. Ammo falonining quli sen to'yloq qilmas deb deganlik uchun uni ani setib oldi shundami? Ani setib oldi. Bu qazoga o'xshaganlik tarafidan mislini topshirdi. Ya'ni mislini topshirganlik uchun bu ayol kishiniki gapi nimaga kuchli emas, qilolmaydi. Yo'qsa ozod qilib o'tmaydi. Toki shuni ayol topshirgan chaqda ondan nima qilardi? Ozod qilib o'tadi. Velemma kanet endi ma yeni bir sualın cevabı emdi. Velemma kanet zatul abdi mevcuda. Qanda sual velemma kanet degan sualın maqadarının cevabı deydi. Bo'lsa nima uchun bu shabihan bil qada deb ataldi? Qadaun shabihun bil deb atalmadi degan savolga javob dediki, velemma kanet zatul abd. Yani qulning zoti har ikki holatda mavjud yani. Besh holatda shu qul shu
İkinci halatimiz şu kul şu iki kul bir. Boğalık için. Ve vasful memlukiye kulluk yani memluk kulluk sıfatı her gün halatı özgürlük turduğun boğalık için cu'ile adaen şebihen bil qada. Qada oxşaydigan ada qılındı. Ve lem yuc'al qadaen şebihen bil ada oxşaydigan qaza qılınmadı demişqa riayeten li canibiz zat vel aslin. Zatqa ve asliga zat tarafga asl tarafga riayet qılğan için yani özgermeydigan aslini gözü tutup demek bu şu kul aşu 5'lik kul mu şu kinki kul mu şu deb asli tarafga gözü tutup dedik buna aşu kulni belgelik için ne dedik ada dedik. Lekin sıfatları özgürlük turğanlık için jo yani mislini belgelik için jo qaza şebihi qaza dedik deydi. Meni bugünkü asosiy xulos kalam demek nima demoqchi oldu? Xulos kalam ada degan 3 xilga bo'lingan adai kamil, adai qasid ve qazo o'xshaydigan ada deb 3 xilga bo'lingan degan sizga adaniki bir ta'rifini tushungan bo'ldinglar. Va oxir davona alhamdulillahi robbil